Assalamualaikum hörmətli dostlar, hamılarınızga şu vaxtında xeyirlik bolsun. Görünmüş sınaş dərsimizninki yangi qismiga xush kelibsizlar. Biz oldingi dərsimizdə HTML haqida dastlabki savatni so'zlab o'tgandik va HTML haqida nurg'ulg'an narsalarni o'rganib o'tgandik. Bugungi darsimiz bo'lsa HTML, CSS, JavaScriptni yozilgan bir tor betni ko'rib o'tamiz va nima uchun ishlatilganligini o'rganib o'tamiz. Bularning hammasi Seleniumda HTML qurulmasını tushunishda, elementlarni tepishda bizga ko'p rol o'ynaydi. Oldingi darsimizda so'zlab o'tgandek, bu HTMLni yuqori saviyada o'rganish, HTMLda maxsus torbat yasash darsiga emas, shunga yuzaki HTMLni o'rganib o'tamiz. Bu darsda biz faqat HTML qurulmasini o'rganib o'tamiz. Qaraydigan bo'lsak, men o'ng tarafdagi Mavi iltimos jadvaldan birini yozib chiqdim. Buni ko'rganinglardek HTML, CSS va JavaScript orqali yozib chiqdim. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda ism, familiya, jinsi, ilxat, adres, shahar, davlat, pochta nomeri va taklif fikrlarni yozilgan rayonlar bor. Va siz bu uchurlarni to'shqizgandan keyin topshirish knopkasini bossangiz, sizning uchurlaringiz saqlanadi. Agar siz bu yerdagi uchurlarni bosmay topshirish knopkasini bossangiz, sizga bir xatolik chiqadi. Sinab baqsaq, topshirish qarsak, uchurlaringizni kirgizing. Uchurlarni to'liq kirgizing deb bu yerda bir eskartish chiqdi. Agar biz bu yerda uchurlarni to'shqizib qilgan bo'lsak, masalan, ismi deganga olim deb yozib, topshirishni bossak, uchurimiz muvaffaqiyatli holda topshirildi deydi. Mana biz bu torbatni HTML, CSS va JavaScript orqali yozdik. Bu torbatda HTML nima uchun ishlatildi deganda, HTML bu torbatninki qurilmasini yasash uchun ishlatildi. Masalan, bu yerdagi ismi degan xatboya, anandagi bu yerga yozilgan katekcha, mavi tanlash, bu yerdagi biz bosgan chog'da ishlaydigan knopkalar, ya'ni klik deydigan narsalardagi miyadagi topshirishdagi mavi knopka degandeklarni hammasini loyihalashda HTML ishlatilgan. Endi buningki qaraydigan bo'lsak, bu xatlarning miyada rangi, undan keyin bu xatlarningki o'rnini bekitish, cho'ng kichikligi, miyada uyg'urcha yozilishi degandeklarning hammasi CSS orqali yozilgan. Endi biz miyada yozgan uchurni topshirishni bosgan chog'da uchurlarni saqlash, uchurningki yozilganini, yozilmaganligini aniqlash, bularning hammasi JavaScript orqali yozilgan. Endi torbat qaraydigan bo'lsak, torbatda mana doctype deb HTML deb mushu hujjatningki tipini HTML deb bekitib qo'ygan. Undan keyin HTML bilan boshlanib, HTML bilan oxirlashdi. Eng oxiri qaraydigan bo'lsak, yantoz siziq HTML bilan oxirlashibdi. Undan keyin bu yerda langga qaraydigan bo'lsak, langda en deb yozilgan. Bu mush torbatning inglizcha torbat ekanligini ko'rsatib berdi. Agar bu yerga tr qilib qilgansiz, turkcha bo'ldi. Endi bu yerga masalan uyg'urcha deb yozib qo'ysangiz bo'ldi. Masalan, uyg'ur degandekchi. Endi men inglizcha deb turibdisin. Mana xat qismida biz mushu ko'rinmaydigan, ammo torbatning muhim uchurlari bor. Mushu uchurlarni mushu xatning ichiga qaraymiz. Qaraydigan bo'lsak, meta degan mana tagning ichida charset deydi. Bu UFT8 ni qo'llaydigan. Buningda ba'zi xatlarningki tonishi, masalan, uyg'urchami UFT kirdi. Shuningga o'sha yerda charsetga UFT8 ni berdik. Endi viewportda mana bo'lsa, telefonda ochilgan vaqtida qanday ochilganligini ko'rsatish uchun bu yerda viewportga mushu viewport content deganlarni ishlatdik. Undan keyin title qaraydigan bo'lsak, Uyg'ur IT bu. Bu yerga Uyg'ur IT deganni chiqarish uchun biz titlening ichiga Uyg'ur IT degan mavzuni beramiz. Undan keyin qaraydigan bo'lsak, bu yerda CSS ningki adreslari bor ekan. Men buni Bootstrap degan texnikani qo'llanib yozganligimiz uchun Bootstrapningki CSS o'rnini, adresini berdim. Men qaraydigan bo'lsak, ma'noda shu belgilarni, iconlarni chiqarish uchun font awesomningki
Şu CSS'ni kullandım. Astıda qarayılğamsaq, astıda meninki üzemninki yazğan CSS'i muş en astıda bak. Ondan keyin body. Body'nin içinde şu görünme yüzde bizge göründiğinin hemmisi şu body'nin içinde boldu. Bunun da qaraydigan bolsaq, HTML'ninki har xil tagları, en astıda qaraydigan bolsaq script, yani JavaScript'ninki kodları barken. Bu yerda yani şu Bootstrap'ninki JavaScript kodu, ondan keyin en astıda üzemnin yazgan app.js degan JavaScript kodu var. Endi bununki baş taraf qaraydigan bolsaq, başta konteyner arqali başlangan. Endi bu yerda konteynerda mushu torbatni bir quta deb hisoblab, men mushu sinfga konteyner deb ism berdim. Bu yerdagi bo'lsa, mushu konteynerninki hamda cho'ng kichikligi degandek narsalar mushu torbatga ko'rinmaga mos keladigan ko'rinishlar bu hammasi Bootstrap'dan elingan. Bu yerda class name degan class name'ini mishada ishlatdik. Undan keyin qaraydigan bo'lsak, application form deb yana bir men bir quti qurib oldim. Bu qutining ichida form, biz oldingi darsimizda o'rganib o'tgan form degan tag ishlatilgan. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda mavi xato bo'lib qolibdi. Buni o'ngishlayday. Onu o'ngishdim. Qaraydigan bo'lsak, form bor. Formning ichida masalan bu yerda yana mushu Bootstrap'ninki tayyor yozilgan kod bor. Buningda classning ichiga mushu kengligi 12 bo'lgan, ustidan 5 birlik margin mushu araliq tashlangan, anandan keyin buningga id'ga mushu formninki title deb bir id berdim. Anandan keyin bu yerga iltimos jadvali deb ma'lumotni yozdim. Endi bu yerda men mushu iltimos jadvali deganni form title orqali topalayman. Bu maxsus mushu iltimos jadvali degan mush divga qartilgan. Bundan keyin qaraydigan bo'lsak, bu yerda alert bor. Endi buni men bu alertni nima uchun ishlatdim deganda, bu yerda topshirishni bosgan chog'da chiqadigan bu yerdagi uftirish, ya'ni eskartishni mushu alertning ichiga yozdim. Alertning ichiga bir o'rinni qilib qo'yib, kodni JavaScript orqali yozdim. Chunki biz mushu formni to'ldirib bo'lgandan keyin, ya'ni jadvalni to'ldirib bo'lgandan keyin chiqadigan bo'lganligi uchun buni JavaScript orqali bu yerga mushu formga asosan bu kodni qurib chiqdim. Undan keyin form row degan vaqtida, bu form rowda har bir bo'lakka bo'lingan har bir qurlarni ichiga oldi. Masalan, birinchi form row degan bu klassni berdim. Buning ichida qaraydigan bo'lsak, o'sha 3 bo'lakdan bo'lingan, har birisining oldida 3 dan bo'shliq bor bir nimni qurdim. Hamda divdan birini qurib, buningga labelni ishlatdim. Label degan, masalan, label ismi degan meyadagi ismni ko'rsatadi. Uning ostiga inputni ishlatdim. Nima uchun inputni ishlatdim degan vaqtida, bu yerda miyaga men bir ism bermoqchi bo'lganligim uchun bu ism endi ism input rayoniga kirdi. Bu input rayoniga text olaman. Text ilib qildim. Undan keyin buning klassga form control qilib, mushu endi bumi Bootstrap'da ba klassmi bu mush formninki inovatlik yoki inovat emasligini tekshiradigan klass ismi. Endi buningga id berdim. Id'ga first name deb oldim. Placeholder degan nima degan vaqtida, placeholder biz faqat ko'radigan, ammo uni biz hech qanday o'zgartira olmaydigan bir rayoni, ya'ni shuni tushuntirish beramiz. Qaraymiz, ismingiz deb bor. Ismingiz degan, mana biz buni ko'ra olamiz, ammo buni o'chirib-o'chiramaymiz. Bu bizga faqat mishak nima yozilganligimizni bizga bildirdi. Buni placeholder deymiz. Qaraymiz, required deydi. Bu mishani cho'qim yozishingiz kerak, majburiy degan gap. Required shuning uchun ishlandi. Buning aslida qarasaqmi, aslida ya'ni shu call md 3 deb, ya'ni shu yangidan bir qurdim, birini ochdik kontaktini. Buni div orqali qildim. Labelsga family deb yozdim. Bu yerga yana har bir qimmat kirgizilgan, ya'ni xat kirgizilgan, ya'ni input deydik. Input text oldi.
bunun ID'siga last name verdim. Placeholders'a family'niz dep yazdım. Bir yerde family'nizni kirgizing dep yazsanızmı boldu. Bu mu çokum mecburi bolish kerak, çokum yeyish kerak. Aslı qaraydigan bolsak, astıda cinsi dep var. Cinsiga bunungumu label qilib, miyadagi mavzusiga labelni ishlatdim. Labelni ishlatgandan keyin bu yerga astıga bu endi bir nimden tanlaydigan bo'lganligi uchun select'dan tanlaydigan uchun, ya'ni bir tizimlikdan tanlaydiganligi uchun men bu yerga select'ni ishlatdim. Endi custom select deb bumi o'sha bootstrap'da bor tayyor yozilgan class, o'sha classni ishlatib qildim. Endi bu select faqat mishadagi ma'lum tizimlikni ko'rsatadi. Endi bu tizimlikning ichidagi qiymatlarni qanday qilamiz deganda option orqali ishlatamiz. Optionni yazdım. Option'a hammasiga option ishlatib, valuesi degan mushuninki endi qiymati qaraydigan bo'lsak, option masalan option desak jinsingizni tanlang degan chiqdi. Valuesiga masalan male bo'lsa male'ga, female'ga ayol. Masalan male deganni tanlasak yoki ayol. Bu endi value bo'ldi. Miyadikisi bo'lsa text bo'ldi. Endi buni indeksim bor. Indeksi masalan 1 0 1 2 degandek bu option'ninki indeksi. Biz şu tizimlikni value orqali, qiymat orqali, text orqali yoki buningki indeks orqali mu topalaymiz. Asla qaraydigan bo'lsak, masalan valid feedback deydi. Agar şu nimni tanlamasa bizga jinsingizni tanlang deb eskartish chiqarganni mishaga yozib qo'ydim. Asla qaraydigan bo'lsak, aslında mı ilxat tapa. İlxat şu email adresini ko'rsatadi. Buningda mı qarayganimsa email deganni type'ga emailni qildim. Bu şu Bootstrap'da emailni tekshiradigan bir type hamda buningga emailni yozish orqali, masalan emailninki to'g'ri yoki xatoligini mush orqali tekshirib chiqsak bo'ldi. Buningda ID'si bor, placeholders bor, bu majburiy. Anandan keyin agar bu inovatsiz bo'lib qolsa, xato bo'lib qolsa, inovatlik ilxat adresini kirgizing deb miyaga bir xatolik chiqarib turgan yeri biz buni shu invalid tooltip orqali qilsak bo'ldi. Undan keyin adresdimi qaraydigan bo'lsak, label ishlatdik. Adresini yani text orqali oldim. ID'siga input address deb yozdim. Placeholder'siga saybaq rayon deb yozib qo'ydim. Share'mi o'xshash. Yana share'dimi bununki label va qiymatiga shahar deb berdim. Input'i buyaniki hammasi o'xshash. Hammasida ID degandek narsalar bor. Bu shu betni tuzish uchun ishlatgan HTML kodlarim. Endi bu HTML kodi shunda. Endi bu torbat shu telefonda ichilsa telefonda normal ichilgan, kompyuterda ichilsa, kompyuterda normal ichilgan shaklda laylangan responsive deymiz. Masalan, telefonda shunda ratlik ichildi, kompyuterdami shunda ichildi. Hozir mana telefonda ichilgan nusxasi, biz endi kompyuterda ichilgan nusxasini ko'rib boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, mana bu bo'lsa kompyuterda mana bunda ichildi. Mana qaraydigan bo'lsak, telefonda mana bunda ichildi. Bu responsive deydi. Normalda agar siz buni responsive qilmasangiz, xatlaringiz qalaymikan chiqib oldi yoki buni telefonda ochsangiz, mushu kompyuterda ichilgan nusxasi o'xshash, shunda kang ichilib oldi, ba'zi narsalarni ko'rmay qolsiz yoki o'ng so'lga yo'tkab, serib o'ngshaydigan gap. Ammo siz responsive qilsangiz, bu telefoningizningki kangligi qarta, cho'ng kichikligiga qarta o'zgaradi. Bu mushu responsive torbatningki aloydligi. Endi men buningki CSS kodi qaray. CSS kodi qarayolsam, CSS'da men CSS'ning ichiga style CSS deb yozdim. Buningda masalan body'da mushu torbatning qurilmasini ko'rsatadi. Buningda keyni background color degani mushu keyni rangni ko'rsatadi. Masalan, bu white. Agar biz bu yerni yellow deb yozsak, torbatning keyni masalan yeşil bo'ldi. Agar black deb yozsak, qora bo'ldi. Bu şu background color'ninki
işletiş orni. Biz bu yerga white deb yazıp koyaylik. Endi direction. Direction'da mau right to left degan gap, o'ngdan so'lga. Bu uyg'urcha xat o'ngdan so'lga yozilganligi uchun directionga right to left qildik. Endi text alignga justify qilish orqali buni shu markazlashtirib qildim. Ondan keyin font family deganda yuqori kesma tor degan shu fontni ishlatdim. Agar buni ishlatmasangiz bu xatingiz naiti set chiqib qoldi. Qaraydigan bo'lsak, mana iltimos jadvali familisi degan naiti set xatlar set chiqib qoldi. Shu cho'qim font familyni ishlatish orqali uyg'urchani chiroyli qilsangiz naiti yaxshi chiqadi. Torbatlaringizda cho'qim o'sha uyg'urcha fontlarni ishlatishni unutmang. Endi mau qaraydigan bo'lsak, ma'la o'shiqcha kod buni ishlatmasak bo'ldi. Endi application form degan qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda men avval application formda bir klassni qurgandim. Bu klass. Bu klassga bergan CSS kodlarimni shunda yozdim. Endi bu klassni chaqirish uchun biz checkit orqali checkit andan keyin klass ismini chaqiramiz. Agar biz id'ni chaqirmoqchi bo'lsak, masalan form title deganni chaqirmoqchi bo'lsak, id bo'lganligi uchun buningga quduq belgisini besib chaqiramiz. Masalan, quduq belgisi form title bu id uchun. Endi class uchun checkitni bosamiz. Qaraydigan bo'lsak, color bo'lsa, shu rangini, xatninki rangini tanlaydi. Text align bo'lsa, shu xatninki o'ngga, so'lga, o'ttirga deganni shu text align orqali yozamiz. Endi font size xatninki cho'ng kichikligini belgilash uchun font size'ni ishlatdik. Asla qaraydigan bo'lsak, submitni qaraydigan bo'lsak, mana quduq belgisi hashtag deymiz. Hashtag shu bilan chaqirildi. Bu id ekan. Qaraydigan bo'lsak, submitda ostida mana submit deb shu bir divni quryaptim. Shu divninki ichiga shu divga submit deb bir id'ni berdim. Shu id orqali masalan to'pisidan azroq o'rin tashla degandek. Masalan 1% dedik. Masalan 10 piksel deb yozsak, mana bunda chiqadi. Agar buni 30 piksel desak, mana ostiga tushdi. Qaraydigan bo'lsak, bu yerga orliqni mush orqali ifodalaymiz. Men buni 1% qilish orqali bunda qildim. Endi bu xatninki musha o'ttirga keldiganligini men text align orqali qilsak bo'ldi. Masalan, text align ma'lumot degan yozilib qolibdi. Text align orqali center qildim. Endi mau form check deb qaraydigan bo'lsak, bumi bizning nimamizda yo'qkan, men keyin o'chirib etib ekanman. Shunga bu kodni o'chirib etsak bo'ldi. Bu endi shu CSS ninki yozilishi. Endi qaraydigan bo'lsak, bu yerda yana nurg'un CSS'lar var. Masalan, font awasome'ninki bu CSS'ni boshqalar ko'rib tushunib, bundaq nim qo'yamsin deb naytni qalayimqan shaklda yozib qo'ygan. Buni radlik o'ngshab qilg'ili bo'ladi. Masalan, ma'nin qaraydigan bo'lsak, mana CSS mo font awasome'ninki CSS'i bu yerda bunda yozilib qo'yilgan. Qaraydigan bo'lsak, mana fa deganga bunda CSS'ni ishlatishimiz kerak emas. Masalan, fa degan class, fa lg degan class hammasi shu font awasome'ninki CSS kodlari. Bu CSS kodi shunda yozildi. Endi JavaScript kodi kirib qaraydigan bo'lsak, app.js'da mana men bu yerda id va classni ishlatish orqali shu elementni belgilab chiqdim. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, masalan, btn submit deydi. btn submit degan qaraydigan bo'lsak, id orqali men bu yerda yozib chiqqandim. Eng ostida mana topshirish degan mavi knopkaga men btn submit deb bergan id bergan. Shu topshirish deganni, shu id'ni ishlatish orqali ep chiqdi. Masalan, document.getElementById deb siz bu yerda masalan bergan
Müşü ID ya klasslarınız qarta tep çıxsan oldu. Məsələn, get element by ID, elements by class name, elements by name, tag name, ns degəndəklərlə müşü məsələni çağırıb elementinizni tep çıxsan oldu. Həm bir yerdə müşü tapşırış qonaqçısı first name, last name degəndəklərin hamısını bir yerdə elib çıxdım. Elib çıxqandan keyin bir yerdə mən müşü submit degan müşü knopkaga bir event listener qildim. Bu knopka klik, yani bisilg'a vaqtida submit degan ma'sud ishlansin dedim. Buni oxirini yozib chiqib bo'lamidim. 5-ni lam ko'rsatib o'tishni o'ylashdim. Qaraydigan bo'lsak, mana müşü first name inputga first name'niki valuesini algan trim tab müşü aldıkayında boşluq olsa şunu elib etkində müşünü işlətdim. Bunun first name input, last name input, ondan keyin mavi tanlashda tizimlikdən məsələn qaysını tanlagan bolsaq şunu ep çıxırğanını müşü mavi gender input degan şunun üçün lazım oldu. Qaraydigan bolsa email degəndəklər. Hem de aslında mesela first name, mesela input, yani miyadaki isminiz degan isim yazılğayaga müşü boş olub qalsa bununla show alert qilib danger, yani müşü klassning ismi hem de bu miyaga klassning ki isminin type'ini berme danger qilib uçurlarni to'liq kirgizang deb. Agar boş olub qalsa shunda bir bana uçur xatolik uçuri askar chiqirib bergan. Unda bo'lmay qolsa success qilib uchuringiz muvaffaqiyatli holda saqlandi deb qiling deb shuni qildim. Endi bu yerda show alert degani mana bu yerda ishlatdim. Buningda bayamqi alertninki nemisini bu yerda men yozib olgandim. Qaraydigan bo'lsak alert amini bu yerda mana alertni qilib mushu alertning ichiga endi yangidan bir klass qurib divdan shunga masalan alert success yoki alert dangers deb shuni ishlatib menga tekstni bosaman. Mana shu alert danger u bu deganlar masalan success deganlar o'sha alert dangerninki oxiri üçün işlədim. Məsələn, mənə avval divni qurdum. Çünki bu divnin içində divga class name'ini verdim. Alert type'ini miyada qalğanca vermə. Şununla type'ini yazıb qoydum. Type danger success degəndək. Ondan keyin bunu həmən xətni o'ttirida çıxsınmışı dəb miyaga style'ni berib qo'ydim. Bo'lmasa bu masalan maqsad o'ng tarafga chiqib oldi. Undan keyin mush alertniki tekstiga mazmuniga bu yerda men kirgizmoqchi bo'lgan ma uchurlarni kirgizganga message berdim. Undan keyin buni mushu baldir olgan bu yerda alert degan mushu ana divning ichiga validiv qilish orqali append child orqali qo'shdim. Ondan keyin set timeoutni ishlatish orqali 1 sekunddan keyin bu alert yo'qolib ketsin deb shuni ishlatdim. Bo'lmasa men buni ishlatmasam bu saqlandi deblam chiqib oldi, o'chmaydi. Shunga 1 sekunddan keyin buni yo'q qilib etish kerak. Shunga alert remove ishlatish orqali bu klassni yo'q qilib etdim. Endi miyalarni taqiq bo'lamidim. Bu uchurlarni oldik. Olgandan keyin cho'qim buni bir yerga saqlashimiz kerak. Buni mushu browzerniki, ya'ni tor ko'rgazgichning o'zining saqlovchiga yoki ma'lum bir sonliq ma'lumot, ya'ni databasega saqlashimiz kerak. Buni taqiq bo'lamidim. Shunga endi bu darsimizga asosliq mazmun bo'lsa, asosliq o'rganmoqchi bo'lgan narsa HTML kodi, yani betni HTML'da qanday yazımız, onunla nima narsalar lazım bo'ldi, bir yozilgan bet qanday bo'ldi, shuni ko'rsatish. Ondan keyin CSS ni qanday yazımız, bir ID'ni yoki bir classni qanday chaqirib, shuningga CSSni qanday yazımız, ondan keyin JavaScriptni qanday yazımız, mushuni so'zlab o'tish. Bu bugungi darsimizningki asosiy mazmuni.
Bugünkü dersimiz mişekeyici bolsun. Keyinki derslerimizde görüşkiçe aman bolunglar. Allah'a emanet.